Pakistan hökumətinin Uyğurlarga qaratqan tutqun qilish va qo'g'lab chiqarish harakatlari haqida bayonot. Pakistan hökumətinin yaqinqi bir necha kundan buyon Pakistanda yashayotgan Uyg'urlarni nishon qilib, ularni oqtirish va qo'g'lab chiqarish harakatlarini boshlaganligi xalqaroliq Uyg'ur jamiyatini cho'nqur andishiga soldi. Bu harakatlar Uyg'ur xalqining insoniy huquqlarining ağır derecede depsende kılınisinin yeni bir ifadesi bulup, xalqaroliq kanunlar ve kişilik hukuk prensiplerine zıt keledi. Tarihten bu yan Pakistan hükümetinin Uygurlarga karşı muşundaq hareketlerinin yürgüzgenlikinin şahidi bulup geldik. 1996 yılı Pakistan hükümeti 13 nefer Şarkı Türkistanlık Uygur okuğuchini Xitoyga qaytirib bergan bo'lib, bu vaqada Anvar Rahman va Kerem Sherif ismli ikki Uyg'ur jurnal chiqarganlik sababi bilan nishon qilinib, qo'g'lab tutishga uchirgan va oxirida siyosiy panohlik yo'li bilan Shvetsariyaga qochib kelib olgan edi. Bu vaqa Uyg'urlarning Pokistonda Xitoy hukumatining talabiga binoan ziyonkashlikka uchraydiganligining roşan dalili bulup kaldı. Hazır yüz beriyotgan vaqalar Pakistan hükümetinin Xitoy hükümetinin ta'siriga cho'nqur cho'milganligini va Uyg'urlarga qarshi elib berilayotgan erkiy qirg'inchilik va zulmga sherik bo'layotganligini ko'rsatdi. Bu harakatlar nihoyatda og'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Chunki Xitoyga qaytirib berilgan Uyg'urlar jazo lagerlari qiynash, ziyonkashlik ve hatta ölüm xavfiga duch keladi. Xalqaroliq jamiyat bu zulmga qarshi cho'qim jiddiy tadbir qo'llanishi kerak. Bu haqda Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujelil Qaraqash apandi mundaq dedi: Muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqi bu ishga qarta jiddiy harakatga o'tib, namoyish va norozilik faoliyatlarini keng ko'lamda tashkillab, Pakistan hükümetinin bu hata siyasi kararını qattiq ayıplash kerak. Vatani mustamlik qilingan bichara mazlum Uyg'urlarning panohlangudek hech yeri yo'q. Bu xil sharoitda ularni himoya qilish uyoq tutursin. Aksicha tutqun qilish, qo'g'lab chiqarish insonlikka yot bir razil qilmishdir. Biz Pakistan hükümetini Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan bu qo'g'lab chiqarish va tutish harakatlarini darhol to'xtatishga, xalqaroliq kishilik huquq ahdnomlariga rioya qilishga va Uyg'urlarning bexatarligi va huquqlarini qo'g'dishiga chaqiriq qilamiz. Shundaqla xalqaroliq jamiyatni bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu masalani tekshirishga va Pakistan hukumatini mas'uliyatga tortishga, Uyg'urlarni qo'g'dash uchun tezdan harakatga o'tishga chaqiramiz. Uyg'ur xalqining ozodlik va insoniy huquq ko'rishi to'xtamaydi. Biz har qanday zulmga qarshi turishga va Sharqiy Turkiston xalqining haqliq da'vosini xalqaroliq sahnada davomli anglitishga beg'ishlaydiganligimizni yana bir qatim ta'kidlaymiz. Sharqiy Turkiston informatsion markazi 2025 yili 3 avgust